men Rayhona. Bugun sizlar bilan bolalar nutqining grammatik jihatdan to'g'ri o'stirishda didaktik o'yinlardan foydalanish mavzusini ko'rib chiqamiz. Bu mavzu orqali men sizlarga bolalar nutqi va uning rivojlanishi, nutqning grammatik asoslari, didaktik o'yinlarning ahamiyati, o'yinlar orqali grammatika ta'limi haqida ma'lumotlar beraman. Kirish qismi. Bolalar nutqi va uning rivojlanishi. Bolalar nutqi va uning rivojlanishi muhim jarayon bo'lib, to'g'ri grammatik shakllar va tushunchalarni o'rgatishda didaktik o'yinlarning roli katta hisoblanadi. Bu usul bolalarning qiziqishini yanada oshirishga yordam beradi. Didaktik o'yinlar bolalarda nutq qobiliyatini uyg'otadi, grammatik qoidalarni tushunishni soddalashtiradi. Shuningdek, ularning nutq rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Nutqning grammatik asoslari. Bolalar nutqini to'g'ri shakllantirish uchun didaktik o'yinlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ular grammatika qoidalarini o'rgatishda samarali usuldir. O'quv jarayonida o'yinlar orqali bolalarga grammatik asoslarini oson va qiziqarli tarzda tushuntirish mumkin. Bu ularning bilimini yanada mustahkamlaydi. Didaktik o'yinlarning ahamiyati. Didaktik o'yinlar bolalar nutqining grammatik to'g'ri rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ular o'quvchilarni faollashtirishga yordam beradi. Bolalarga grammatik qoidalarni oson va qiziqarli tarzda o'rgatishga didaktik o'yinlar samarali vositadir. Ular shuningdek nutq rivojlanishini rag'batlantiradi. O'yinlar orqali grammatika ta'limi. Didaktik o'yinlar bolalar nutqining grammatik jihatdan to'g'ri rivojlanishida muhim vositadir. Ular orqali o'quvchilar samarali va qiziqarli ta'lim oladi. O'yinlar yordamida grammatik qoidalarni amaliy tarzda o'rgatish mumkin. Bu esa bolalarning nutq madaniyatini yanada rivojlantirishga samarali yordam beradi. Shunday asboblar orqali bolalar o'quv jarayonida qiziqish hosil qiladi, faol qatnashadi va grammatik bilimlarning kuchayishiga erishadi. Bu ta'lim samaradorligini yanada oshiradi. Bolalarning nutqini rivojlantirish usullari. Didaktik o'yinlar bolalar nutqini grammatik jihatdan to'g'ri shakllantirish uchun samarali vositadir. Ular bolalarning qiziqishini oshiradi va motivatsiya beradi. O'yinlar orqali bolalar nazariy bilimlarni amaliy tarzda o'zlashtiradilar. Bu usul nutqdagi xatoliklarni kamaytirishga va sifatli rivojlantirishga yordam beradi. O'yinlar yordamida so'z boyligini oshirish. Bolalar nutqini rivojlantirishda didaktik o'yinlar muhim vositadir. Chunki ular o'quvchilarning faol qatnashishini ta'minlaydi va qiziqishini oshiradi. So'z boyligini kengaytirish uchun o'yinlar yordamida o'quvchilarga yangi so'zlar va iboralarni oson, qiziqarli tarzda o'rgatish mumkin. Jumlalarni to'g'ri qurish uchun o'yinlar. Didaktik o'yinlar bolalarning grammatik bilimini rivojlantirish uchun samarali vosita bo'lib, o'yinlar yordamida ularning nutqi to'g'ri va ravon bo'ladi. Bu usulda bolalar o'z fikrlarini to'g'ri ifoda etishga o'rganadi, nutqini rivojlantiradi va tilni o'rgatishga tajribali bo'ladi. Jumladan to'g'ri qurish uchun qiziqarli va ma'lumotli o'yinlar tanlab, bolalar aktiv ishtirok etadi va osonlik bilan qoidalarni o'zlashtirishadilar. Musobaqali o'yinlar va nutq rivojlantirish. Didaktik o'yinlar bolalar nutqini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning grammatik qoidalarini qulay va qiziqarli tarzda o'rgatadi. Musobaqali o'yinlar orqali bolalar o'z nutqlarini mustahkamlaydi hamda o'zaro raqobat yordamida yoshlarning ishonchi va gapirish qobiliyatini oshiradi. O'yinlar bilan nutq rivojlanishi statistikasi. O'yinlar yordamida bolalar o'z nutqini mustaqil fikr bildirishni o'rganadi. Bu metodlar bilan nutq uyg'unligi va muvaffaqiyat darajasi ortadi, rivojlanish tezlashadi. Didaktik o'yinlar bolalar nutqini to'g'ri ravishda rivojlantirishda muhim vositadir. Ular grammatik qoidalarni oson va qiziqarli tarzda o'rganishadilar. O'yinlar yordamida grammatika nazoratlari. Bolalar nutqining grammatik to'g'riligini rivojlantirishda didaktik o'yinlar muhim hisoblanadi. Bu usul talabalarni qiziqtiradi va samarali o'rgatish imkonini yaratishga yordam beradi. Bolalar nutqining rivojlanishi, muvaffaqiyatlar. Didaktik o'yinlar bolalar nutqini rivojlantirishda muhim bo'lib, ularning grammatik jihatdan to'g'ri so'zlash malakasini oshiradi. Bu usul o'rgatishda qiziqarli qiladi. Shunday qilib, didaktik o'yinlar bolaning nutqining grammatik to'g'ri rivojlantirishga asosiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning nutqini, ijodkorligini va fikrlash qobiliyatini kengaytirishga yordam beradi.